Bu mashinani 85 million so'm bilan hamma joyda ko'rdik aka. Xalq bildi. Lekin siz boshqalar taklif qilib bera olmaydigan nima taklif qilib bera olasiz? Okay, Haval Julian avtomobiliga boshlang'ich to'lov 85 million ichidan barmog'ingiz yetarmikan aka sanashga? Aha. Bitta antiradar kirdi ichiga. Xo'p. Bitta parok kirdi aka ichiga. Jiyani. Bitta ko'riga, tonirovkasi, foydot. Hop, prizgaviga aka shuncha narsasi 85 million boshlang'ich to'lov ichida bo'ladi. Shu narsani qilib beramiz, aka. Gap yo'q. Do'stlar, biz hozir Namangan Haval ADM Astra kelganmiz. Haval Julian. Aka, motorlari qanaqa edi bu mashinamizni? Motori 1.5 turbina, 147 ta ot kuchi, 4 ta Porsche'li, shahar ichida rasxod atiga 7-8 litr rasxod qiladi, aka. Xo'p. Orqa ko'rinishlari ham takoy chotki. Bu mashinamiz SNG davlat ichida eng ko'p prodajaga ega bo'lgan Haval Julian bo'ladi. 85 million boshlang'ich to'lov bilan olib keling. Mana men o'zim sizga shuncha narsalarni qo'yib chiqazib beraman. Bunaqasi, aka, yo bormi, aka, boshqa joyda? Yo'q, aka. Yo'q, Birinchisi ADM Astra Namangan Haval avtosalonida mavjud. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Yangi bozor, Promzonaning yo'lida. Hammani avtosalonni kutib qolmang. Avtosalon kechani men o'zim chetda sizlarning xizmatingizda bo'laman. Sog' bo'lasizlar. Yaqinlarga videoni jo'natib qo'yish esdan chiqmasin, bitta klassni bosib qo'yinglar jigarlar.